Bugun sizlar bilan IELTS Speakingdan 8,5 olishimga yordam bergan va Part 3 ni kuchaytirishimda juda muhim rol o'ynagan daily schedule bilan bo'lishmoqchiman. Demak, birinchisi har kunlik o'zingizga bitta yoki ikkita topikni tanlab olasiz. Undan keyingi etapda o'sha tanlagan topiklaringiz bo'yicha YouTubedan videolar va podkastlar qidirib eshitasiz. Misol uchun Financial Education for Children mavzusi. Undan keyingi etapda o'sha tanlagan topiklaringizdagi har bitta savolni daftarga yozib chiqib, ularga ikkitadan yoki uchtadan ideya yig'ib chiqasiz, lekin to'liq javob emas. Va undan keyingi 4-etapda siz kun davomida yozgan ideyalaringizni takrorlab, ko'zga kiritib turasiz. Va eng muhimi 5-etap bu har kuni uxlashingizdan oldin ishlaringizni tugatib bo'lganingizdan keyin o'sha savollarga javob berish orqali rekord qilasiz ovozingizni va bunda sizga kerak bo'ladi Telegram kanal ochish va ikkinchi etapimiz notebook yoki copybook, ya'ni Telegram kanalga recorded voicelarni tashlab borasiz, daftaringizga esa ideyalarni yozib borasiz. Va eng muhim etapiga keldik. Siz bu tasklarni bir o'tirishda emas, kun davomida bo'lib bajarasiz va shundagina natijaga erishasiz.